Hammaga assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa bugun 9-mart Moskvadan Sankt-Peterburgga qarab ketyapmiz. Inshaalloh 4 ta odam oldi aka-ukalar. Kimdan kim ketadigan bo'lsa, ishonchli nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Shopir o'zimizmiz. Telefon qilsanglar kelishamiz, manzilinglarni olib, manzillarga borib qo'yamiz. Mashinamiz xolasi komfort, mana zapravkaga to'xtadik. Aka-ukalar dokumenti yo'qlar, pasport yo'q akalar ham bemalol telefon qilaverasizlar, platniy daroga bilan yuramiz. Mana xudo xolasa bitta akamiz O'zbekistondan kelgan. Mana hozir. Shep, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerdansiz? Buxorodan. Hay Buxoro, qayerdan mak? Xo'jdan. Hay qayerga ketyapsiz? Sankt-Peterburg. O'zbekistondan keldi, so'ra Moskvada kutib oldik. Nech pul berdi siz? To'g'risini ayting. Ashi joyingizni olib manzilingizga tashlab qo'yapman, to'g'rimi? Platniy daroga bilan ketyapman. Mana akamiz ketyapti. Mana sheplar ham mana. Assalomu alaykum akalar, bitta svet yoqib qo'yinglar. Akalar nima deysizlar bu shopirga? Yaxshimi? Ha, rahmat. Mana akalar xudo xolasa iftorlik qildik akalar bilan, endi birga sekin iftorlik qilib Peterga qarab ketyapmiz aka-ukalar. Mashinamiz komfort. Aslamno ishonchli nomerlar qo'yamiz, o'zimiz nomerlar, telefon qilasizlar, pryamoy. Manzilinglarni olib, manzillarga tashlab qo'yamiz, pulini kelishamiz aka-ukalar, opa-singillar. Qo'rqmasdan telefon qilaveringlar mana. Platniy daroga.